Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paris orlidagi Nausa deydigan kichik bir kentda. Qo'limda Abduqodir Jaloliddinning Yüzümüz, Özümüz ve Közümüz namlı kitabı. Bugün bu kitapta kirgizilgan Qashqar, ay tavarruk shahar degan temadagi chatman asrlardan o'zinglarga sunaman. Asar sal uzunroq ekan, shunga 2 bo'limga bo'lib o'qib beraman. Xo'sh. Qashqar, ay tavarruk shahar. Chatman asrlar. Qashqar shahrining tarixiy mahallalari dövlətimizin hazırgacha saqlanıb qalğan İslam an'anasidagi birdan bir mahalla bo'lib, ular qadimki g'arbiy yurt shaharlarini tadqiq qilishdagi jonliq tashqatmadir. Davlat qurilish ministrligining bosh injeneri Jindojun. Qashqar Uyg'urlarning Janubiy Shinjongdagi an'anaviy yurtlarining biri. Shahar markazida saqlanib turgan O'stan bo'yi, Chasa qatorliq koni shahar rayonlari eng oxirgi mukammal Uyg'ur an'anasidagi binokorlik turmush rayonlaridir. Tarixning bu maxfiy sheferlari yillar sari yo'qolib turmoqda. Ba'zi koni rastlarning iznolari o'chib, egiz binolarga o'rin bermoqda. Kishilar Uyg'urlar dunyosining ba'zi mazmunlarining sirini oshmoq tas bo'ladigan bo'ldi deb ansirmoqda. Joyi muxbir. E'tiqodni turmushlashtirish va turmushni e'tiqodlashtirish Uyg'urlarning turmush falsafasidir. Shinbay, Xanzo shoir. Qashqarni seg'inish. Ürümçi manga tonuş didarini o'zgartgan seri Qashqarni yodimga olamanda tasalli topaman. Men Ürümchida yashagan 20 necha yil mobaynida Ürümchi tinimsiz o'zgarib bordi. Egiz binolar bilan qo'rshalgan, mashinalar qaynoq ko'chalarda bu shaharning eng yerli kishilarimi tenaydigan bo'ldi. Ürümchi o'z odamlarini tashlab ketdi. Men boshqa bir qiyofatga qarab chepib ketayotgan Ürümchini qo'g'lab yuraman. O'zimga tonish Ürümchining nomini to'g'lab yuraman. Ovozim yo'chun ovozlarga g'arq bo'lib ketdi. Ürümchi men bolasining chaqiriqini anglamadi. Shundaq chaqda Qashqar Bashkiramning shabnamlik bog'larini, shivoq purab turgan soylarini aslaymanda Ürümchida dadil yaşayveraman. Ürümchining qishi shuncha uzoq. Tumanli havoda osmon falak binolarning xira alposi laylab turadi. Qayonga qaramay, oppoq qor bilan chulg'angan bug'da cho'qqisini ko'ra olayman. Ashundaq chaqda ichim siqiladi-da, tap-taqir Qumal tog'larining etikidagi g'ilang sayda qadamlarimni elib mang'um keladi. Londonning yağmurdan xali bo'lalmaydigan fasllarida kütüpxonalar va muzeylarni araladim. Chiliq-chiliq yağmurliq ko'tarib yurganlarimda Qashqarning yorqin oftoblarini seg'indim. Anqara, Konyaning may oyidagi qiziq oftoblarida darhol esimga kelgani Qashqar bo'ldi. Konya shahri ko'chalarining ikki qasniqiga Jaloliddin Rumiyning hikmatlik so'zlari tushirilgan lavhalar esilib ketibdi. Buni ko'rganimda Qutadg'u belikdagi durdona so'zlar bilan Qashqarning rastalarini zinnatligim keldi. Dunyodagi qaysi biri cho'ng shaharga bormay avval esimga keladigani Qashqar. Tokyodagi do'stlar, "Nereden kelding?" deb so'raganda, "Qashqardan keldim" dedim. Ular tushundi. Londondagi do'stlar, "Nereden kelding?" deb so'raganda, "Qashqardan keldim" dedim. Ular mı tushundi? İstanbuldagi do'stlar, "Nereden kelding?" deb so'raganda, "Qashqardan keldim" dedim. Ular mı tushundi? Kim Qashqarni tushunmasin? Meni
Başqa biriga o'xshaydigan millionlab meni tushunmaydi. Qancha sayyoh Qashqar haqida yozishmadi. Yana az. Qashqar o'zining mo'jizasini almashtirib turayotgan bir shahar. Shunga qancha yozsa az. Qalamimni buyuk qalam sohiblari qoldirib ketgan bilaylarga bilab, sap insoniy vijdonimning siyohini ichizdim. Qashqarni yozmoqchi bo'lamanda turib qolaman. So'zlarni qurashtirib bo'lg'icha Qashqar ketib qoladi. Balkim Qashqar deb to'ldirib bir tovlash sifatga sig'maydigan bu shaharning eng sodda, eng ixcham tasviri bo'lib qolar. Qashqar. Qashqarga kirish. Vatanga qaytsamla, aramimni Qashqarga berib olaman degan edim Yevropadagi musofiratda. Keldim. Undaq bo'lmadi. Vujudi va ruhini go'riga qo'yib yashaydigan mendek bir belga, ya'ni ziyoli chaqning bosuga davandin otlimaqi oson emas ekan. Qancha qitim niyat qilib, mana oxiri Qashqarga ketyapman. Poyez atishdan o'tish bilan Bashkeram bog'lari ko'rinishga boshladi. Bo'ldi, paran qilmanglar, dedim bolalarimga. Relisning ikki qasniqidagi yurtim vadisini eransiz o'tkazib atgim kelmadi. Shu chaqdagi hislarim balkim o'shundaq bo'lg'aydi. Bag'rini yerib o'tgan relis bo'ylab poyezda o'tdim mana Bashkeramdan. Piyoda yurt kezishni shuncha o'ylab teyilib ketmoqdaman irodamdan. Peqirlar yalang oyoq kechib o'tgan. To'pig'i tegsa mening topollarim. Bir dunyo putar balkim o'zim kutgan. To'satdan teshib ilhom topoldir. Poyez sur'atini astiltib taraqlab ketib boradi. Sinchi ko'zlarim qo'yuq yaproqlar orasidan marlab oltindek anjirlarni ko'rishga ulgurdi. Anjir ko'ngillikidan odam otiga dalda bo'lib jazolangan meva edi. Shunga chechkini ko'rsatmayla g'ujmaklab pishib oladi. Menmo hamisha bu odamzod olimida ko'ngillikim tufayli jazolanyapman. Taqdirdishim anjirga xo'sh dedim ichimda. Poyez taraqlab ketib boradi. Do'ngliklar taqir boshlarini zaminning bag'riga yaqinicha ko'z oldimdan o'tib turadi. Tutash do'nglar go'yo xiyol besib ketib ketgan dengiz to'lqinlari ediki, shovqinlarini zaminning ustiga emas, zaminning qa'riga taratmoqda edi. Bundaq shovqinni faqat shehidlarla anglayolisi kerak. To'satdan qaysi bir shoir aytgan mono misralar esimdan kechdi. Ajab mo'ngluq mushu Qashqar diyori, ko'ringan har bir do'ng shehid mazari. Kechir Qashqarim, kechir meni shehidlarim. Aranglarga poyez bilan kirib behurmatlik qildim. Lekin jismim poyezda bo'lgani bilan ruhim sizlarning hokimlar bilan qo'shilib ketib bo'ldi. Yana biri nasr. Chinq tushdiki Qashqar. Qashqar ko'chalarida o'z putum bilan mengavatıman. Bu reallikdagi Qashqar. Menmi reallikdagi men. Lekin men shundaq deyishim kerak. Men Qashqarni tushyapman. O'yg'oq bir holda Qashqarni tushyapman. Bu tushda xiyoliy romantikining o'rnini real she'rlik egallagan bo'lib,
teliqqan seg'inishdan keyingi visal har qancha rast bo'lsa-mu, o'zi yaratgan ruhiy zilzila ichida xiyoliy bo'yoqlardan jula topadi. Qashqarning osmoni ziyoda ko'kmi emas. Qashqar o'zining havosidagi oqush sus tumanlar ostida qaqilib yotadi. Aslidagi seg'iz rang uylar kuchli kun nurining taptida tovlanib, osh gilrang tusga kirgan edi. Osh gilrang tuproq, gilrang uylar go'yo vujudimizning kelajagi edi. Cismimiz asrlab yongan quyosh yolqinida pishib, imorat tomlarga aylanganda, sukunat tillarimiz bilan avlodlarimizga so'zlaymiz. Şu avlodlar kelgusidagi tilimizni tushunarmi? O'tmish bilan yo'g'rilib ketgan shu tilimizni. Qashqar imoratlardagi har bir xish o'tmish qismatlari qochilangan 4 chasi plastinka. Uni imondan kutgan quloq bo'lmasa, hech kim anglashga muyassar bo'la olmaydi. Qashqar imoratlaridagi har bir xish palakka o'rlab etib, bir mezgil to'xtab qolgan vasiyat. Qashqar imoratlaridagi har bir xish bir yurakdirki, biri bilan jipsilishib, zo'r bir qasrni barpo qilishganida tutash holda so'qib turdi. Paxas bo'l, ay nadan. Qashqarning har bir xishi tirik odam. Uni ovoylab tut. Shundala u sana odamiylikning nimaligini o'rgatib qo'ydi. Qashqar osmonidagi oqush to'zonlar go'yo Prag dashtidagi bu shaharning tiniqlari. Ular daraxtlarning aloqalariga yurak so'zlarini qoldirib qo'yishib, Arish pochtxonasiga yuksaladi. Ulug' shaharning ulug'lari shahidlik muqomida avlodlarining quloqlariga pichirlab turadi. Go'yo tuproq tilida, to'zon tilida, shamol tilida, bo'ron tilida, kaptar tilida yoki jimjit qabriston tilida. Nega borsizlar, ay to'zonlar? Samaga, yuksakka, yulduzlarga aylangan yurakka. Gilrang tuproq, oqush, to'zon, zangar osmon. Ottab go'yo bir xitobdek Heytgoh maydonida makon tutgan. Heytgoh maydonidagi qiziq optob boshqa yerning optoblarga o'xshamaydi. O'tdek harorati topondan va boshdan o'tib yurakda uchrashadi. Kishi bu yerda Arish bilan Parishning taftini birla vaqtda his qila oladi. G'ilang Semont maydonidagi chinqitush optipi go'yo sama soladi. Uning orsiga kirgan kishining jinimi sama soladi. Qiyomatni tajriba qilaman desang, To'muzdagi Heytgohning optipiga kel. Bu yerdagi soat munori, bu yerdagi anar haykali, bu yerdagi gulistonlar oftobda erib o'tmish dengiziga qo'yilib ketgan. Yangi bir nasr. Qashqar ko'chalari. Hech kim qarshilik qilmasa, O'stan bo'yi, Nur beshi, Jonqo'rg'on, Buloq beshi mahallarini tanho holda qong'icha aylanib olsam deyman. Qashqarni rasa seg'ingan chog'larimda Londonda shundaq dedim. Urumchida shundaq dedim. Fursatlar oxir keldi. Sohibxonlarning qizg'in xaridorliklari vaqtimni qis qilavatsa-mu, biri atigini bu tavarruk shaharning qadimiy rastalarini ko'zlab eshikdan tanho chiqdim. Jonqo'rg'on mahallasi. Mahalla bolalari to'limi so'yimlik.
Ular öz mahallasiga yo'liqqan yot kishilarni osonla bayqab ola oladi. Qapqara sabiy ko'zlar menga qiziqsinib tikildi. Rostini desam, ashundaq xolis qara ko'zlar menga tikilsa, yayrab ketaman. Men bir qancha daqiqa bo'lsa-mu, ularning ma'naviyatining bir nuqtasiga aylanib olgan edim. Men ularni hodiqtirib qo'ymaslik uchun go'yo ularga sap solmagan qiyofatda mengib, menga qarab turgan pok, ma'sum ko'zlarini tomosha qilatdim. Shu orqali darmahal paydo bo'lgan bolalikqa qaytish istaklarimni g'oyibona bir taqlid bilan qondiratdim. Ular cho'roqlashib bir-birini qo'g'laydi. Bu dunyodagi g'arazsiz qo'g'lashlardan edi. Bu yerdagi barcha xo'shallik faqat qo'g'lashning o'zigala mujassam edi. Rastidagi kishilar qaysidir bir tar ko'chaning oldida g'oyib bo'ladi. Kimlardir qaysidir bir tar ko'chadan chiqib, rastidagi piyodalar eqamaga qo'shilib ketadi. Oppoq soqolliq mo'ysipitlar, paranjilik ayollar, ularga agashgan bolalar, kelishtirib burut qo'yib elishgan so'latlik yigitlar. Vah, bu shaharning odamlari qo'ymi qamlashgan. Qo'yuq sumbul chochlarini nefis so'sin yog'liq bilan bostirib chigib olgan zilva bir cho'kan oldi kayniga ikki bolasini mingashtirib, tok motosikletni haydagunicha bir tar ko'chadan chiqib keldi-da, odamlar iqimiga qo'shilib ketdi. Uni ko'rib, g'ujmak mevilgan yumron anjir shexini aslab qoldi. Men her bir tar ko'chaga erinmay kirib baqdim. Qani, bu nelarga yashaydi ekan dedim ichimda. Birdinla Navoiyning mono misralari esimdan kechdi. Mana ne manzilu maiva ayan, ne xanuman payda. Ne canımdın eser zahir, ne könglimdin nişan payda. Mana nege beriş muhim emas. Şu tapda birer maqsaddan xoliman. Faqat bu tar ko'chalarning chekiga yetsam deyman. Balkim bu tar ko'chalarda nam sharifi texi yetib kelmagan shoir yoki allomining qo'l yozmalari yotqandi. Sarg'ayib ketgan qo'l yozmalardagi qurlarning orasiga g'oyibona singib ketayotgandek lazzat tuyg'usiga asir bo'lishga boshladim. Tar ko'chaning ikki tarafini bo'ylab joylashgan 2-3 qavatlik uylar bir-biriga tutishib ketgan bo'lib, ko'chaning ichida ko'cha, hovlining ichida hovli edi. Apchil hovlida tashtakda o'stirilgan har xil gul va ayni gullik pishayvan bilan gullar tili orqali paranglashayotgandek tuyg'u beradi. Yerdimi gul, tomlardimi gul. Teshidan qaramoqqa qoq sinamda ko'rinadigan bu shaharning ichi gul bilan to'lgan edi. Shunga ayvonlarda gul, pishayvonlarda gul, o'yli darvozasida gul, o'ylilarda minib yurayotganimi gul. Çömbellarda gül, tekçilerdeki koni kitaplarda gül, işçilevatkan çaylarda mı gül. Bazı öyler koç tamlarga mingeştirip selingan bolup, bundak öylerinin tutaşmasıdın uzun koridor hasıl bolgan edi. Çıraylık perlengen derize tekçisiga koyulgan gül yoki samavar degandek narsalarni aniq ko'rgili bo'ladi. Tar ko'chalar bir-biri bilan uchrashgan do'qmishmi tar edi. Do'qmishda bir qancha hovli eshiklari bir-biriga qarshib turadi. Ustiga qarsimiz bir parcha zangar osmon xuddi mushu kichikgina yepiq do'qmishning samoviy to'g'risida ko'rinadi. Ana, bu so'g'ida o'ltirgan ikki ayol nimalarnidir deyishyapti. Bir-biriga mo'radishib o'ltirgan uylarmi
bir nimelerni deyishiyotidy. Öyler ve adamlar qaysi qismat haqida paranglashyotidigando ha? Olar mushundaq dilkashlik bilan minglab asrni yo'lga selib qo'yib, yangi bir asrning bosog'isida tirik mavzuga aylanib turibdi. Tomurdek sozulgan tar ko'chalar, tomurdek xalq ko'chalarini qo'yniga olgan edi. Әгірі бүгірі оңғыл-доңғыл bu tar ko'chalar dunyoga donliq universitet shahri Cambridge'ning ko'chalari bilan o'xshash edi. Inglizlar Cambridge'ning ashu tar ko'chalari bilan intayin faxrlanadi. Chunki ashu tar ko'chalarda mengib yurib ilm tahsil qilgan nurg'un olim Nobel mukofotiga erishib, ularning shuhratini yaygan. Angliyadagi yana bir qadimiy shahar Darhamның ko'chalarini aylanganimda O'rdaldi ko'chasi va Ashimkar ko'chasini eslab qolgan edim. Dunyodagi ko'plagan qadimiy shaharning ko'chalari Qashqarnikidek tar bo'ladi ekan. Vaholanki bu tar ko'chalarda talay katta olim mangan edi. Men ketayotgan bu tar ko'chalarda ayni davrlarda Buxara, Samarqand, Nishapur, Balix, Bağdat, Shiraz, Ufa, İstanbullarda ilim məşələni yandırğan qaysı danışman mağmağan. Anıcan Qashqar koçanda g'ishli olimlar o'zi, sende şöhret, sende vicdan, sende tavfiq yiltizi. Ahli merdanlar mazari, aqli kamillar eli, to'zg'an açıq topandın yo'rg'ay iqbal ko'zi. Qashqarning tar ko'chalari ming yillab ilmiy hayotning shohidi bo'lgan, ayni zamon universitetlari bilan giralishib ketgan. Xonliq madrasasi, Soqiya madrasasi, Soch madrasasi. Demakki, Qashqar o'z davrining universitet shahri. Madrasalar, ay muqaddas cho'qdan, egiz munarlaring qiyni. Yo'qab ketgan qaysidir bir kitobni g'oyib o'ylangdiki uyushma soyasida bir soat varaqlab olsam, vujudim illib qolar edi. Qashqarning tar ko'chalari muhabbatga boy edi. Bu ko'chalarda menga yo'liqqanligi kishilar menga illiq salom berib o'tadi. Assalomu alaykum deydim, menmo turganlarni ko'rsam. Ular salimimni menden ortiq tavazzu bilan ilik alatdi. Ba'zi momaylar uyga chisla mehmon deb iltifot ko'rsatishadi. Qarindoshlikning ko'rikidan derak beradigan bundaq yiqimliq salomlar tovar, pul aqidasiga giribdor bo'lib, ko'ngli pichaklashib ketayotgan tovar odamlardan bargan sari yiroqlashib bormoqda edi. Xalq ko'chalarining oxiri birer gullik darvoza bilan tugaydi. Darvoza bir oila ipitining belgisi edi. Eng yaxshisi, endi keynimga yanay. Eshiklarning o'zi xohlaganda ichidan ichilgani afzal. Beray shamol sal kuchib ketyapti. Tar ko'chaning bolalari. Ko'chaning eg'izida bir qancha ayol gaplashib turibdi. Üstü yepiq tar ko'cha. Ikki tarafimda uy. Üstümdami uy. Tar ko'cha meni sömürmekte. Bu tar ko'chalarning nemisi meni shuncha tartadi? Bilmayman. Bu tar ko'chalar bilan visallashishmi yoki vidalashishmi? Ishkirlab kiravedim, ko'cha borgan sari xilvatlashib ketdi. Attiganlik quyosh balaqallarning o'g'isiga o'zining zarrang lavhasini asqan. Lekin koridor simon tar ko'chadan shaharning go'gimlari andila xo'shlashmoqda edi.
aylanıp tar ko'chaning oxiriga berib qoldim. Demak, bu bir xalta ko'cha ekan. Keynimga yondimda yana bir tar ko'chaga buraldim. Azroq o'tgandan keyin yana küçük ochiliq bir do'qmushga keldim. Do'qmushda chaqqangina bir masjid bo'lib, masjidning eshik temi, supisi va munarlari sig'iz rang qishdan qo'pirilgan. Masjidning quluplangan eshigiga Tinch masjid degan xat tushirilgan qalay taxta mixlangan. Lekin masjidning oldidagi kichikgina do'qmush saynasi tinch emas edi. 5-6 balaning varang cho'ronglari bu yerni bir olgan edi. O'g'illar kalta ishdan bilanla chiqqan bo'lib, putlarida sapmi kash, ikki qiz atlas tambolning ustiga uzun ko'ylak kiyib olgan edi. Qarg'anda ular uyqusidan boyila uyg'onib, nashta tayyor bo'lg'icha o'ynab olayli degan bo'lsa kerak. Do'qmushga kelib turishimga havodan aeroplanning ovozi keldi. Balalar birdakla osmonga qarashdi. Menmi qarmay tura olmadim. Masjidning oldidagi saynachilik keladigan zangar osmondan o'yinchiqdek bir aeroplan g'ilpal ko'rinib o'tib ketdi. Balalardan biri bir qo'lini egiz ko'tarib, barmoqlarini ushlab aeroplanda qilib, aeroplanning ovozini do'rab 4-5 qadam mangdi. Boshqa balalarmi agashdi. Ular aeroplandek to'g'lashqanicha zangar osmonga uzoqcha qarashdi. Bu mahallani tar deb kim deydi? Bu mahallaning bolalari o'zining tar ko'chalarini bepoyon osmon deb bildi. Ular o'zlariga to'nish bu mahallada ba'ayni azim daryodagi belijonlarning o'zi. Ular o'zlarining mahallasidagi cho'ng kichiklarning hammasini to'naydi. Xohlagan biri hoyliga qo'rinmay kiralaydi. Tar ko'cha bolalarining ko'nglidagi mahallalar nihoyat kam. Ular ko'p holda osmonlarda, rivoyatlarda, tomlardan halqib ketgan tushlarida erkin qiyg'itib o'ynaydi. Osmondagi xohlagan bir yulduzni uzib, onalariga uzuk so'qtirib berdi. Tar ko'chadagi ashu bolalarni osmondan yiroq deb aytishga kim petini olaydi? Yeni biri tar ko'chadagi ayol. Balalardan keyin ayol. Bir do'qmushdan qayrilishimga yosh bir cho'kan bilan do'qirishib qoldim. Cho'kan indikandek bo'lib o'zini chatga oldi. Romilining burchigini yuziga doldi qildi. Bundaq atdiganda natunish bir kishining bir xilvat tar ko'chada cho'rgilab yurishini ayol nadimi bilsin. Bu tasodifiy manzara ko'nglimni larziga soldi. Ayol alman-talman yurib ketdi. Ta'siratimning chinisi asta-asta to'shib teshishga boshladi. Ko'chalarda udul kelginicha do'lisini ushlab so'qib o'tib ketgan taytan qizlarni ko'p ko'rganman. Shundaq chaqlarda erlik zo'ravonliqin bir ko'pjib yana tinab qoladi. Mana hozir ashu romanliq cho'qanға jahondagi daqdam yo'llarning hammasini ikki qo'llab sunug'im keldi. Ayol o'ziga buyurilgan erning omonatidir. Pokiz, go'zal ayollar erlarning o'zlaridagi haqqini to'nib, erlik mas'uliyatini bajonidil o'tayaligan erlarning hardiq ishi. Ayollar erlik g'ururi va shijoatining mustahkam qo'rg'inida turgandilar haqiqiy go'zal. Haqiqiy er bar yerda ayollik g'unchilari qat-qetidan tabiiy echiladi. Fitna fasodga to'lgan bu dunyoda birni bir deydigan erlarga ziyoda ko'p malollik yetadi. Agar ashu erning latofatlik, chechan bir ayoli bo'lsa, erlik so'ltini dod bostirmay saqlay oladi. Qaysidir bir suhbatda shundoq eshitganman. İngiliz imperatorlari Misrga qasd qilib maqsadlariga degandek yetalmaganda Misr ayollarini sharob so'rinlari, bazma to'naklariga elib
kiraliginimizde Mısır bizning boludu deyishgan edi. Chunki yigitlarning jasorati napak ayollarning arsida oson sunadi. Erlari sungan elning ayollari baribir olja. Paris şairi Hafiz Shirazi ayollarning go'zalligida mundaq mubolag'a qilgan ekan. Agar ko'nglimni shod etsa, u shul Shiraz janoni, qara xoliga baxsh etsam Samarqandu Buxoroni. Uning qopiyasiga mundaq so'ngdashqim keldi. Magar ippatda soqki Kaşigarning vöru g'ilmoni, tug'ar milyon tumarisni talay olibni donani. En ahirda yana birini o'qib beray. Tar ko'chadagi voyla. Qashqardagi tar ko'chalarining ishiklari qo'sh qanotliq bo'ladi. Ishikning qanotlari yopilganda ishikning tövinidan bir necha barmoq egizlikda eshib turgan bo'sug'i bilan shundoq hemlashib ketadi-ki, hech qanday yo'q qolmaydi. Ishikning ikki qanoti hemlashganda bir qanotiga o'rnatilgan 4 barmoq kenglikdagi qelin mina hech qanday yo'qqa o'rin qoldirmaydi. Ishikning qanotlaridagi naqshlar ishiklarga boshqacha so'ylab kirgizadi. Uyg'urlarning bo'sug'isi g'urur va ippatning simvoli. Uy egasining o'ziga mansub har qanday narsasi uning ruxsatidan mustasno holda yot ko'zlarning nazarga tushmasligi kerak. Uyg'urlarda bo'sug'i ichidagi ishlar bilan bo'sug'a sirtidagi ishlarning chak-chegirsi keskin ayriladi. Bo'sug'a uyning xo'jayini bo'lgan erkekning qadr-qimmatidan derak berdigan nishon. Erkeklar sirtqa chiqib ketgan hamon bo'sug'a yot odamlarning qadimiga nisbatan bir ehtiyotsizligidir. İçidan zanjirlangan eshikning kayindagi gullik ho'ylar va xilvat xonalar, xilvat xonalardagi xonimlar va qizlar erlik g'ururining beg'ubar saltanati sifatida avaylab saqlanadi. Bakira qizlarga jübde halal bo'lishni istagan yigit ota-onasining qo'li bilan bu jozibelik guldor ishkining temir halqasini sharaqlasa bo'ladi. Qo'shqanotliq ishik ochilgandimi, ishikning ichi tarafiga tortilgan parda o'ylining xosligini to'sib turadi. Ishikni chakkuchi faqat ishikni rozimanlik bilan ochquchi sohibxona bilan didorlashsa bo'ladi. Uyning ippiti parda orqasida turaveradi. Mehmon sohibxonaning g'ururi arzitgan bu ashu zotlar uyning qadr-qimmat aqidasining to'rida muhabbatning munosib fazilatlari va ne'matlaridan nasiba oladi. Perdlangan qo'shqanotliq ishik, perdlangan deriza, perdlangan ruxsat. Qaramoqqa bular kishilik jamiyatdan o'zini ayirib etishning belgisida ko'rinadi. Lekin bu uylarda alayida taqlab qo'yilgan obduva bilan chilabchilarning nazuk san'atlarini, mehmonga suv berishdagi odamiy mazmunga boy tartiblarni o'ylasangiz, bu xilvat xonadonning sexiylikda to'limi ochiq ekanligini jazmlashtirsiz. O'zi xolab echilgan eshiklar haqiqatan sexiydir. Tungallarning katta yozuvchisi Zhang Jingju apandi biz tasvirlab atgan ashundaq bir oila haqida mundaq yozgan ekan. Bu oila men uchun nihoyat qimmatli. Bu oilada balkim hech qanday mol-mulk yo'qdir. Ammo uningda e'tiqod, g'urur, kuy va husn bor. Mushu bir qancha xil boyliqdan kelib chiqqan Qashqar sehri mushu oddiy oilada namoyon edi. U o'zining jamolini erining omonati deb tushungan chumballik bir ayolning ishki dunyosidagi jalbkorlikdan ta'sirlangan holda shundoq yozmay tura olmagan.
Мен оның чырайını көрішке muvaffaq бола алмадым. Lekin u маңа Qashqarning qiyofatining bir burj ekanini ko'rsatdi. İnsoniyatning bir buyuk apandisi ishikning yo'chqidan marlig'anlarga uning ko'ziga chechini tarigan targ'iqining tishini tiqivatgudek darajada g'azablangan ekan. Uy va oila dal kengaygan o'zimiz emasmi? O'zining qavmini oilam deb barliq ar nomusni zimmasiga oladigan azimatlarning yukini ko'tarishib berish ne kadar sharaf, ha? Ma'qul amsa, bugun o'shunchalik o'qib beray. Davomini kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda tamomlaymiz. Gretsiyaning anjurlarimi xeyli tatliq. O'tganda toza anjur yaxshi pishgan vaqtida tatib tayyorlagan videolar bor. Hozirlar shu tuvandagi qisqa anjur sindi bo'lsin. Ma'qul amsa, xayr xo'sh, omon bo'laylik. Gretsiyaning anjurlari bek tatliq. Albatta, vatanimizning anjurlariga qat'iy teng kelmaydi-ku. Gretsiyaning shu dengiz bo'ylarida u yerda bir tüp mana shunday o'sib qolgan yavoyi anjur daraxtlari bor, lekin mevasini butunlay yegili bo'ladi. Hozir uning ustiga anjur pishadigan fasllar bo'lgandan keyin uyimizning oldidagi anjur daraxtini qarsam shunchalik obdan mey bog'lab orlardan shunday pishib ketibdi. Albatta buni hamma odam kelib xohlagancha o'zib yesa bo'ladi. Men boyi biroz o'zgandim mana. 10 minut qolmay bir taqsi o'zib bo'pdim. Men anjurga bek amroq. Shuni uchinchi qaraq o'zib odatda murabbami qaynatib olaman. Qani. Bu qitim qanday bo'ldi ekan? Endi anjurni bek yaxshi ko'radiganlar Gretsiyaga shu 7-oyning oxiridan 8-oyning oxirigacha oraliqda kelsanglar, ajoyib yaxshi ko'rib yeyalaysizlar. Hayatım beri terigan anjurlarimni to'g'rab, managa to'lay deb qoldi. Anjur murabbasi tayyorlaydiganga mana. Mana. Atgandan beri terigan anjurlarim bilan murabba qaynatishga manda tayyorlab oldim. Va teriganga eshib qoldi. Quyoshma o'tirib qopti mana. Damda Zagapo. Evet, çıraylık gün boğdek. Mana meyede kızıl anjurlar bakın. Bu mu? Yol yakısıdaki. Wow, şundak çıraylık. Burası bir seyçi. Kolunu koyduğun yer hamili. Gretsiyaning qizil anjurlari bilan anjur murabbasi qaynatdim. Qaysi kuni yeşil anjur bilan qaynatdim. Anjur, shakar, azroq limon aralashtirsam bo'ldi. Shundoq shirinlik chiroyli ekan.